Endi karantin degandek, karantin haqiqatan yomon keldi. Juda ham yomon bo'ldi. Endi qishloqda, mana uchastkada turganlarga bilinmagan bo'lishi mumkin. Lekin donda yashaydiganlarni teshib yubordi. O'zim 2 xonali donda yashayman. Beton hamma tomoni. 7 oy hech joyga chiqmasdan bitta xotin bilan yashash juda ham qiyin bo'ldi. Voy. O'jiz. Tasavvur qilyapsizmi aka? Qayerga borsiz o'sha basharada? Oshxonaga borsangiz ham o'sha. Keling deb deb qo'yadi. "Ya qo'ychi" deb sekin yotoqxonaga o'taman. Yotoqxonaga o'tsam, spalnida yotibdi yana o'sha bashara. Shu yugurib o'tdim-da balkonga chiqib, endi sigaret chekaman desam, yana o'sha zajigalka yoqib turibdi-da. Keling yoqaman. "Ya qoch" dedim, vannaxonaga shunday kirdimda eshiklar qulab, haligi shvabralar tirab, soqolimni bemalol olayin deb sekin qo'shiq aytib, soqolimni olaysam, bir narsa bulq. Nima edi u deb shunday qarasam, ko'piklar ichida yana o'sha bashara chiqib keladi.